Yo, WhatsApp do'stlar, salom gaplar. Bugun men sizlarga kompot uyini qurishni o'rgataman. Unda video boshlandi. Xo'sh do'stlar, o'sha mana bilan buzib taylaymiz. Sizlar tomosha qilib qo'yinglar, qanday qurishni o'rganib olasizlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana 10 ta qilib olasizlar. Keyin 2 3 4 5 6 7. Sizlar bir deb boshlamasizlar. Bu yerdan bunday qo'yib kombat 2 3 deb boshlaysizlar. Chunki mana boshdak mana bu bitta hisoblanadi. Endi mana buni yopib taylaymiz mana bu yerdan. Xo'sh, yopamiz mana. Taylabni yopib chiqamiz. Oy, video pauza. Do'stlar, endi mana bunday qilamiz. Bu yerda mana bunday qilib olasizlar. Faqat u tomonga qaragan bo'lishi kerak do'stlar, bo'lmasa o'xshamay. Mana bunday qilamiz. Mana shunday. Keyin bu yerdan tepasida yana bir qavat qilasizlar. Xo'sh, mana shunday qilamiz. Keyin mana bu yerdan bunday qilamizda. Xo'sh, keyin nima qiladi? Voy, mana bu uchun do'stlar mana bunday qiladi. Xo'sh, keyin bu yerdan ikkita bunday. Shunday qilgandan so'ng email bosib o'yinlarni qilib chiqamiz. Shunday o'yinlar bo'layotgan joy. Keyin bizga daraxt kerak mana. Daraxt bunday qo'yamiz. Ha, obunachilarga o'rgatyapman. Berki sen ham tomosha qilib tur. Ha? Nima qilishni bilmayman. O'rganib olasan. Obunachilar ham o'rganib oladi shu paytda. Ha, shunday qilib qurgan bo'lsanglar kerak mana shunday. Keyin bunday qilasizlar. Bunday tomini yopib chiqamiz xullas. Do'stlar, tomini yopamiz. Tomini? Ha, tomini. Obunachilarga o'rgatib turibman. Obunachilarga o'rgatib turasan? Ha, mana shunday. Ha, men bilan ulanmoqchi. Zaryadini olib qoldi. Ha, bugun yangi video chiqavermaysan ha? Bugun chiqaramayman deb umid qilaman. Faqat ertaga obunachilar chiqaraveraman. Ertagami? Yo'q, obunachilar ertadan keyin chiqaraveraman. Ertaga aniq chiqarishda iloji yo'q. Mana. Do'stlar, endi tepasini ham yopib chiqamiz. İçini mebellaymiz keyin obunachilar, mebel. Sizlar o'xlaganda mebel berishlar mumkin video pauza. Endi biz mana qilamiz. Jiznacha? Ha, jiznacha video pauza qilaylik. Endi do'stlar, endi biz xohlaganday mebellashlar mumkin. Men o'zim kompotcha mebellayman. Sizlar xohlaganinglarday mebellashlar. Men kompotnikidek mebellab qo'ysaman. Sizlar xohlaganinglarday mebellash. Xo'sh, do'stlar, sizlar xohlaganinglarday mebellashlar. Keyin men o'zimcha mebellashlar. Men o'zim mana shunday qilib mebellayman. Kompotni o'zidek qilib. Xohlasanglar kompotnikidek qilib mebellaylar. Men esa kompotnikidek qilib mebellayman. Sizlar o'zingizlar mebellasanglar ham bo'ladi. Ming marta aytganimcha. Uncha emas. Kompotnikida mebellasa haqqoniy deb o'ylaydi. Ha, haqqoniy deb o'ylaydi. Lekin men kompotnikcha Kirvatni chappacha qo'yib qo'ymaylar yana. Bo'ldi. Do'stlar, video tugadi demoqchiman. Mana kompotning uyi o'xshadim. Turmutni O'xshagan bo'lsa kerak. Turmut video bo'ladi, mayli. Bo'lmaydi. Bir narsalar qilib tur. Bu nima? Bo'lmaydi. Kompotdak bo'tu. Ha, akavitam qilaman xullas. Akavitcha ham qilaman. 1 2 yo'q, bunday emas. 3 ta bo'ladi bu yoqqa. 3 ta. Bitta 3 ta. Bo'ldi, endi 2 voy, pastga ketib qoldi. Pastga ketib qo'ygan bo'lmaydi. Kecha biz video chiqarmadik obunachilar. Kecha prank video chiqardik. 1 2 4 6 8 10 12 14. Bakayım bitta qo'yasizlar, bunday qilasizlar.
kompotning akkaunti. Lekin men bittaligidan qilaman, ikkitalik qilmayman. Ikkitalik akkaunt qilaman, lekin mana shunday bittaligi ham bo'ladi va ikkita akkaunt bo'lmaydi. Xullas, bunday qilamiz. Xullas mana do'stlar o'xshayapti. Endi suv qo'yamiz, suv. Mana hamma yerga suv. Bo'ldi, endi bu yerni yopib tashlaymiz. Tez qilamiz, obunachlar mana ham zavat bo'yicha video. Xo'sh do'stlar, endi biz akkauntni o'stiramiz. Mana qancha bilan. Akkaunt o'stiramiz. Suyak kukuni. Super o'stiruvchi 5000 mi? Yo'q, suyak kukuni. Suyak kukuni bunday qo'yib tashlaymiz. Bo'ldi, video tugadi. Hammaga xayr, like va obuna bo'lsanglar va kommentariyaga yozinglar.